Hozir sizlarga Chexiyadagi eng zo'r va eng qimmat trenirovka qiladigan joy ko'rsataman. Birinchidan mana qaranglar. Mana bu tabiat. Ikkinchidan mana zal. Mana shtanga bor. Jimlyoja qilsa bo'ladi. Bu yerda gantel bor. Mana yoqda kimdir yuribdi. Bu yoq o'rmon. Bu yoqqa borsanglar cho'miladigan joy bor. Juda ham katta nimasi bor. Daryochasi bor. Bu gantellar. Bu yoqda yana gantelchalar. Bunu bilmayman nima kerak mana bu. Nu bak. Bu yoqda ham bir narsalar bor. Mana yoqda futbol zona bor. Futbol o'ynaydi hamma. Tekinga. Eng qimmat deb clickbait qo'ydim. Mana yoqda otxona bor. Bu yoqda ot minishadi. Bu yoqda bo'lsa men yaqinda videoga olganman. Dronim bo'yicha. YouTube kanalimga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Nari yoqda qolib ketgan narsa bu turnik. Xullas, trenirovka qilish uchun hamma narsa bor. Bemalol kelib trenirovka qilsanglar bo'ladi.